Hey bola, men seni onangman. Agar gapimni ikkita qilsang, sendan rozi bo'lmayman. Rozi bo'lmang. Endi kech. Men baribir fikrimdan qaytmayman, tushundingizmi? Yuraging toshga aylanib bo'pti-ku. Onangiz emas, bolamizni qutqaring undan ko'ra. Ochar ovozingni. Mani uring, mani o'ldiring, uring mani. Lekin bolamizni qutqaring, bolamizni davolating. Ikkalasidan yo'qotishdan qo'rqayapman. Bir tomonda onam. Bir tomonda bolam. Kambag'allik qursin. Qaysi birini davolang? Senga berilgan dard menga berilsa bo'lmasmidi? Qizim, dorilar tugaganmidi? Odilga ayting, olib kelsin. Kecha sizga olib keldilar, esingizdami? Meni bolam bo'lsa kuni bo'yi chinqirab yig'ladi. Unga dori yo'q, chunki o'sha doriga pul yo'q. Bekor menga olib ketdi. Qani edi? Boy xonadonga kelin bo'lib tushganimda edi. Hozir bechora bolam o'lim bilan kurashmagan bo'lardi. Ochar ovozingni. Bolam, meni o'ylama. Bolangni qutqar. Qanday o'g'il onasini tashlab qo'yadi? Meni pulim yo'q, lekin yuragim bor. Meni sanoqli kunlarim qolgan bolam. Lekin bolang seni kelajaging. Onadan voz kechish o'zingdan voz kechish bilan teng. Mana shu pullar hamma muammolarimni hal qiladi. Qani, kiringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, o'zingni uyingga kelish boshqachada baribir. Yaxshiyam bugun vaqtliroq olib kelding. Ertagacha sabrim chidamasdi meni. Hey, o'g'lim. Sen bizni davolashga pulni qayerdan olding? Puling yo'q edi-ku. Hech qachon birovni haqqiga xiyonat qilma bolam. Doim halol bo'lgin. Hozir bu pullarni olsam, keyin umr bo'yi o'zimni kechira olmayman. Oyjon, o'g'lingiz mana shu yashab turgan uyimizni sotdilar. O'g'lim, Oyi. Pul ham topiladi. Bu uy ham topiladi. Lekin sizlar topolmaysizlar. umringdan baraka top bolam. Ona duosi bilan hamma narsaga erishsa bo'ladi. Shunday. Voy, ko'zlarida. Kichkintoy. Menga o'xshaydi. Albatta.